Assalomu alaykum opajon. Yaxshimisiz? Xush ko'rdingiz sanatoriyamizda. Rahmat, va alaykum assalom. Qayerdan keldingiz? Biza Toshkentdan keldik o'zi. 3 kun bo'ldi kelganimizga. Asosan bizani shu men o'zimni demak kasalligim bo'g'im bo'yicha-da. Oyoq qo'l. O'sha bo'yicha oltin gugurt vannasi asosan juda ham yaxshi, foydali deyishgani uchun Toshkentdan keldik. Juda ham yaxshi. Foydasi bo'lyapti, sezyapman. Juda ham yaxshi. Hamma shu yerda ishlaydigan xodimlarga, hamshiralarga, hammasiga kattakon rahmat aytaman. Juda yaxshi. Qarang, bizda avvalambor laboratoriya tekshiruvdan o'tiladi. Ana undan keyin vrachlar ko'rgidan o'tganingizdan keyin dori-darmonlar bo'yicha ham muolaja qilinadi. Xabaringiz bor-a? Foydalanyapsizmi? Shu haqida fikringiz, foydasi bo'lyaptimi? Mana bizga kelganimizga 3 kun bo'lgan bo'lsa, birinchi bizani asosan qon tahlil bo'yicha tekshirishdi. Hamma o'sha doktorlarga kirib chiqing deyishdi. Ana undan keyin sizga biza keyin shu davolash muolajalarni yozib beramiz deyishdi. Hammasi juda ham yaxshi o'tdi, juda ham o'tdi, yaxshi chiqdi. O'sha o'zimizni kasalligimiz bo'yicha to'g'ri tashxis qo'yib, muolaja qo'yishdi. Dorixonadan dorilar oldim. Yurak bo'yicha juda ham yaxshi, hammasi demak foyda beryapti. Xursandmiz, albatta xursandmiz. Dam olayotganligingizdan xursandsiz. Xursand. Ovqatlar juda ham yaxshi, vaqtida. Hammasi juda ham yaxshi. Juda yaxshi. Men xursandman, rahmat aytaman. Xudo xolasa yana kelish niyatimiz bor. Albatta, xudo xolasa. Xudo xolasa. Rahmat. Xo'p, yaxshi damlab oling.